51 yoshga kirib ham o'z baxtini topmagan va o'zbek san'atining qirolichasi hisoblangan Ozoda Nursaidova haqida 3 fakt. Yaqin vaqtlar ichida Dilbaram qo'shig'i uchun olinayotgan klip suratga olish jarayonlarida baxtsiz hodisa sabab turli xil keng muhokamalar orasida bo'lgan Ozoda Parpiyevna Nursaidova Toshkent viloyatida 1974-yil 9-oktyabrda To'ytepa shahrida, hozirgi Nurafshonda tug'ilgan. Xonandaning otasi Parpi Nursaidov podpolkovnik bo'lib, uzoq yillar ichki ishlar sohasida faoliyat yuritgan. Onasi esa avtobazada dispetcher bo'lib ishlagan. 1999-yilda Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasini tugatdi. Xonanda Ozoda Saidzoda taxallusi bilan ham ijod qilgan. 2000-yili yaratilgan Ketma qo'shig'i unga chinakamiga omad keltiradi. Undan keyin yaratilgan Asrasin va Endi man ketaman nomli qo'shiqlari ham xonandaning mashhurlikka erishishiga sabab bo'ladi. 2001-yili o'tkazilgan tarona taqdimotida u yilning eng yaxshi qo'shig'i nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritadi. Xonanda 13 yil mobaynida ijodiy taqiqlar sabab omma e'tiboridan chetda bo'lishga majbur bo'ldi. Ko'plab hit musiqalar muallifining Ko'k Jiguli taronasi YouTube'da ko'rishlar soni bo'yicha rekordni qayd etdi. Bundan tashqari Ozoda Nursaidova o'z intervyularidan birida san'at olamida tanaffus qilishiga sababchi deb bir mashhur xonanda bilan bo'lgan voqeani ham aytib o'tadi. Taxminlarga ko'ra, aynan o'sha ayol xonanda Ozoda Nursaidova bilan raqobatlasha oladigan darajada mashhur. Ozoda Nursaidovaning muxlislari videoga like bosishni unutmang.